Do'stlar, yangilikni bombasi Toshkentda sovuq, qor, izg'irin bo'lib yotibdi. Toshkent China Motors bosh ofisi esa yangilikni qaynog'i Jack X 217 millionga yana mana arzonladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Toshkent shahriga keldim. Bugun Jack X 200 haqida yangiliklarni sizga yozib ulashamiz. Oldin ham bu mashina haqida ko'p video qilganman. Bilasiz, benzin motor bilan jihozlangan 147 ot kuchi Hyundai Porter'ni Xitoy kopiyasi deb ko'p aytganman, ko'p zapchastlari tushadi. Xo'p, do'stlar, 17 millionga arzonladi. Bu qog'ozda qancha bo'ladi? Kommentarda yozib qo'yasiz. Oldin ham bu mashina haqida ko'p video chiqarganman. 2,5 tonna yuki bilan mehmon shurib ortib, qumariqda ham bosib ko'rganmiz. Zo'r funksiyalari bor bunda ham. Grujoniy holatda, bongodagi funksiyalardan biri. Grujoniy holatda podyomda turganingizda bemalol 1-2 ga urib olsangiz bo'ladi, orqaga yurmaydi. 5-10 sekund ushlab turish funksiyasi bor bunda. Hop, Farhodjon 17 million so'm arzonlabdi bu. Bu qachongacha amal qiladi? Buni ham vaqti bor dedingiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum Universal Olam avto muxlislari. Xo'p, 17 million so'm bu chegirmamiz faqatgina 31-yanvargacha davom etadi. Lekin mashinamiz soni ham chegaralangan. Aksiyadagi mashinamiz 50 dona qoldi. 300 donadan 50 dona qoldi xolos. Ya'ni 50 dona 3 kunda tugashi ham mumkin yoki 2 hafta davomida tugamasligi mumkin. To'g'ri. 3 kunda tugasa bo'ldi, o'zi aksiya tugaydi. O'rtoqlar, 17 million chegirma yaxshi menimcha. Bosib oladigan joyda olmoqchi bo'lganlar juda ko'pchilik menga telefon qiladi. Jack X 200 ni bosib olaveraymi? 60 million, 70 million pulim bor. Bongoga realniy pulim yo'q. Yangi ish boshlaganman deganlar uchun menimcha zo'r taklif. Porter ko'p joy tushadi, diskalari, orqa zadniy mod, chuluk, hamma yog'i Hyundai Porter bilan bir xil. Corona beryapman, Corona tushadi. Bongo Porterni bespalli budkalari zo'r tushadi bunga. Endi hamma ham kreditga olmaydi. Rassrochga, nasiya savdo haqida ham qisqacha aytsangiz. Xo'p. Bank orqali men olmayman degan mijozlarimiz uchun biz ham sharoit yaratib qo'ydik. O'sha nasiya savdo, rassrochka degani. Qarang, boshlang'ich 35% ni yoki 50% ni to'laydigan mijozlarimizga ustama qo'yamiz. Foizsiz, sug'urtalarsiz. Bemalol 2 yil muddatga to'lasalar bo'ladi. Lekin ko'proq pullari bo'lsa, 70% qo'llarda pul bo'ladigan bo'lsa, chisti rassrochka beraveramiz. Oydinlik kiritamiz bu gapga. 50% pulini berganga nasiya savdo qonun qoidasi bo'yicha ozmoq daromad qo'yiladi. Unda daromad qo'yasiz. 70% berganga 1 so'm daromad qo'yilmaydi. 2 yil muddatga uzib yuborish mumkin. Hozirlar 10 ming, 15 ming dollarga eski Bongo Porter olish xohlamayman deganlar ko'p bo'ladi. Mana yangisini 25 ni bosib olsangiz bo'ladi. Yana bir loyiham bor, xudo xolasa. Mard maydonda Jack X 200 ni Qamchiq dovonida bosib ko'rmoqchiman, tortishini. To'g'ri, bu Bongo va Hyundai Porterdagi mashina emas, puliga yarasha hammasi, ular 30 ming dollardan tepada. Hammani ham uncha hozircha puli yo'q. Uzoq kelajakda balki olishar. Xudo xolasa bir rahbariyat bilan gaplashasiz. Agarda bu videomiz bir 1000 ta like yig'ib, obunachilarni qo'llab-quvvatlasa, Pirovalda yuki bilan bosib ko'ramiz buni. Hisobida 2 tonna 20 kilogramm yozilgan, grujoniy holatda Qamchiq dovonida bosib ko'ramiz. Oldin Kia Bongo Hyundai Porter bosganman, spokойно olib ketadi bunaqa yukni. Endi buni atmosferni 147 ot kuchi Green Jet yaponskiy motor qanaqa o'zini tutadi Pirovalda ko'ramiz, xudo xolasa. Anomal sovuqlarda, muzgarchiliklarda bosib ko'ramiz, xudo xolasa. Uning uchun ko'rmoqchi bo'lganlar, shu videoni, loyihani ko'rmoqchi bo'lganlar, bu hujjatli film bo'lib ketadi, xudo xolasa. Plus bosib qo'ying, kilogrammini yozib qo'ying, unga qarab xudo xolasa bosib boramiz. Xo'p, shu joyda yana bir gap aytib o'taylik Ulug'bek aka. Bu Jack X 200 mashinamizga 12 ta viloyatdan ham servislarimiz tashkillashtirib qo'yilgan. Servis taraflama, zapchat taraflama hech qanaqa xudo xolasa muammo yo'q. Keyin videoni o'sha masalan shu mashinani oladigan mijozlarimiz Universal Avto Olamdan ko'rdim ukazon desalar, 12 ta viloyatning umuman farqi yo'q. Viloyatlarga yetadigan darajada benzin yaxshi evakor podoshli poligidan qo'shib beramiz. Bonus sifatida. Ana o'rtoqlar, aytgancha Universal Avto Olamga aytyapsiz, bonus qilib berasiz. Bu bonus faqatgina Farhodjondan sotib olinsa, inshaalloh 44-40 orqali aloqaga chiqib, nasib qilib mashina oladigan bo'lsangiz, Farhodjonga aytasiz, bu aytgan aksiyalari, mana bonuschi hadyalari boshqa filiallarga aloqasi yo'q. Shunaqa. Shuni ham aytib qo'yaylik, chunki oldin ham bir bo'lgan Buxoro va boshqa filiallarda nima bo'lgan. Shunaqa. Aynan 44-40 ga amal qiladi. Azizlar, xudo xolasa bu mashinani yanada zo'r sizga yoritib beraman Pirovallarda yuki bilan. Uning uchun aytganimday, plus qoldiring, kilogrammini yozing va ko'proq like bosing. Xudo xolasa buni rosa azoblab Pirovalda bosamiz. Yana bir gap, Farhodjon o'zlarining ham YouTube kanal ochishgan. Afso bugun uz sahifalariga o'tib, o'sha YouTube kanalimizda ham kunlik yangilikimizni aytib ketyapmiz, xudo xolasa. Yaqinda boshladik. Mana o'rtoqlar, like bosib, videoni
shunaqa mosh olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga ulashib qo'ying. Vaqt va miqdori cheklangan jaklarni hozirda. Like, podpiska esdan chiqmasin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Salomat bo'ling.